Mana buni qaranglar. Bu oddiy очиститель воздух, mana bo'lsa gigant очиститель воздух. Uneco firmasiniki 60 yillik tarixga ega brend. Oddiy очистительda mana shunaqa kichkinagina filtri bo'ladi. Mana shunaqa o'zini setkasi bo'ladi. Moskitning setkiga o'xshagan. Krupniy changlarni, musorlarni o'zi shu tushiydi. Mana filtrni qaranglar. Filtr kattaligini, qalinligini. Ashta o'zida 2 qavat filtr bor. Ham karbonoviy filtr, ham HEPA filtr. Bunaqa filtrdan bunda naq ikkita chiqadi. Bu apparat 1 soatda 750 kuba havoni o'zidan o'tkazib, top-toza qilib chiqarib bera oladi. Shvetsariya brendi hisoblanadi. Shvetsariya brendi o'zi tufta narsa chiqarmaydi. Buni hamma biladi. Orqa tarafida oddiy emas, lazerli datchik joylashtirilgan. Bu xonadagi havoni sifatini aniq sizga ko'rsatib beradi. Shuncha gapirding, narxini deysalarmi? Narxi $1000. 200 kvadratda toza havo qilmoqchi bo'lsanglar, bizga aloqaga chiqaverasizlar.